Kanalim muxlislari, assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun oz teriydigan, juda ham mazali bo'lgan chitir somsani tayyorlanishini ko'rib olamiz. Barcha ketadigan mahsulotlar hajmini albatta opisaniyada yozib qoldiraman. Sizlar ham tayyorlab ko'ring. Tayyorlaganingizda fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda idishimizga 200 gramda suv solib olamiz. Ketidan 200 gram iliqroq sutni ham qo'shib olamiz. Ustidan 1 choy qoshiqda tuz, 50 gramda yog' va 1 dona tuxumni qo'shib olamiz. Shu joyida e'tibor bering, 2 gramgina droji qo'shib olaman, chunki ko'p qo'shsa bulchkaga o'xshab qoladi. Siz ham albatta kam miqdorda qo'shing. Ilangan 600 gram unni qo'shib, o'rtacha qattiqlikdagi xamirni qorishtirib olamiz. Xamirni yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Tingan xamirni 4 zuvalaga bo'lib, har bir zuvalani yana 10 minutdan tindirib olamiz. Barcha zuvalalarni bir xil qilib yoyib olamiz. Doim mendan so'rashadi, qanaqa margarin ishlatasiz somsaga deb. Men bitta margarin ishlatmayman, ko'pincha 2 xil margarin ishlataman, ya'ni universal margarin bilan birgalikda qatlama xamirlar uchun mo'ljallangan, ya'ni somsalar uchun mo'ljallangan margarindan foydalanaman. Foizi 72% dan kam bo'lmasligi kerak. Margarinlarni surtib, rulet holatida o'rab, yana yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Endi biroz qotgan xamirlardan kattaroq bo'lak bo'lib, jo'va ishlatmasdan xuddi shunaqa holatda qo'limizda ochib chiqamiz va keragicha nachinkalardan solib, dumaloq yoki bo'lmasa sizga yoqqan uchburchak holatda ham tugib olishingiz mumkin. Mana barcha somsalarni chiroyli qilib tugib oldik. Listlarga joylab olamiz, ustiga tuxum surtmasdan shundaligicha 160-170 gradusda ustilari chiroyli bo'lib qizarib chiqqunicha pishirib olamiz. Azizlarim, yana bitta somsa turini siz bilan o'rganib oldik. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Kelasi videolargacha siz bilan yana g'oyibona diydor qadar xayrlashib qolaman. Siz ungacha obuna bo'lib, bitta yurakchani bosib qo'ying. Kelasi videolarda esa sizga yanada bundan ham manfaatli bo'ladigan chiroyli pishiriqlar va desertlar, somsalarni bo'lishishda davom etaman. Rahmat, salomat bo'ling.